Adajonisi, bugun nima planlar? Bugun qo'lingizdan palaxon to'ra yeyish rejasidamiz. Xo'p bo'ladi. Yes qilamiz. Yes bo'lsa, yesda oshlaringizni sog'inamiz, mazali bo'lishing. Yaxshi borib keling. Qarayxon, yaxshi o'tiring. 13:00 da qo'lingizdan mazali osh yeb, majlisda bo'lamiz. Xo'p bo'ladi. Bay bay. Bir soat dam olib, palaxon to'rani yes qilamiz. Voy xudoyim. Soat 12:40 bo'ldi. Hozir Farruh akam keladilar. Oshni nima qilaman? Voy. O'yla. Nima qilsa bo'ladi? Baraka kafesidan buyurtma qilaman. Lekin pulni qayerdan olaman? Farruh akamdan olaman. Farruh aka, plastigimga 200 ming so'm tashlab yuboring. Sizga syurprizim bor. Rahmat. Qani oling adajonisi. Hidlarini mazaligini. Bismillahirrohmanirrohim. Ranglarini chiroyligini qarang. Osh bo'lsin. Pari. Boshi yemabsiz, Farruhboy, bu dunyoga kelmabsiz. Shunaqa shirin osh qilasiz-da. Barakali osh bo'pti-yu, barakali. Osh bo'lsin adajonisi. Guruchlar sayrab ketdi-ku.